Biz doimiy ravishda ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlar orqali barcha harakat ishtirokchilarini, ayniqsa haydovchilarimizni ogohlikka chaqirib kelishimizga qaramasdan, ayrim qo'shtirnoq ichidagi erkatoy haydovchilarimiz tomonidan to'y marosimlarida guruh bo'lib harakatlanish holatlari aniqlanmoqda. Siz tasvirda ko'rayotgan ushbu qoidabuzarliklar ham viloyatimiz hududida sodir etilgan bo'lib, bugun yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining mas'ul xodimlari tomonidan ushbu holat belgilangan tartibda o'rganildi va belgilangan tartibda ushbu to'y marosimlarida guruh bo'lib qoidabuzarlik sodir qilgan haydovchilarning shaxsiga aniqlik kiritilib, belgilangan tartibda yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Ushbu qo'pol qoidabuzar haydovchilar bilan yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining birinchi o'rinbosari tomonidan bunday qoidabuzarlikni boshqa sodir qilmasliklari yuzasidan belgilangan tartibda profilaktik tushuntirish ishlari olib borildi. Shu o'rinda barcha harakat ishtirokchilaridan, ayniqsa haydovchilarimizdan yo'llarda harakatlanganda yo'l harakati qoidalariga qat'iy rioya qilishliklarini so'rab qolamiz. Unutmang, qonun ustuvor, jazo muqarrar ekanligi albatta ta'minlanadi.